Aha. Iltimos shunga ham javob bering. Spaykalarni qanday oldini olsa bo'ladi? Spaykalar qorin bo'shlig'i organlarini shunaqa bir-biriga yopishtirib qo'yadigan kasallik bor. Yopishqoq kasallik deyiladi. Bu kasallik hammada ham bo'lmaydi. Asosan operatsiya o'tkazgandan keyin bu narsa yuzaga keladi. Ko'pchilik odamlarda bugun tug'ruq bo'limida tungi navbatchilikdan chiqdim. Ayolimiz appendektomiya operatsiyasini o'tkazgandan keyin 3-4 kunda ichki yemagan, ichaklari hammasi bir-biriga yopishib ketgan. Ayolimiz yana boshqatdan bitta katta operatsiyani boshlaridan o'tkazgan ekan va ichaklar bir-biridan ajratib chiqilgan, ichaklarni yopishgan. Va biz 3-operatsiyaga kirdik. Homilani olish uchun biz qorin bo'shlig'iga tushsak, butun bachadon ustiga ichaklari kelib yopishib ketgan ayolimizni. Amallab homilani oldik. Alhamdulillah homilamiz yaxshi chiqdi va ayolga tushuntirdik. Operatsiya o'tdi, 10 soatda turib yurishni boshlaysiz, suyuqli ko'p-ko'p ichasiz va bir marta ichingizga kelgungacha hech bir ovqat iste'mol qilmay turasiz. Qizlarga ham tayinladik, bu ayolga iloji bo'lsa yotoq joy bermanglar. Charchasa qayerdadir yotsin-da, yursin. Qanchalik ko'p harakatga keladigan bo'lsak, bular bir-biriga yopishi kamroq bo'ladi. Shuning uchun ham ko'proq yurishi, 10 ming, 20 ming qadamlab yurishni biz tavsiya qilamiz. Aslida har bitta davoni yechimi o'zimizda. Bu amalga oshmasligi uchun, spayka bo'lmasligi uchun. Endi xo'p, spayka bo'ldi. Endi nima qilish kerak? Bularni eritadigan maxsus ferment dorilar bor. Longidaza, ukoli bor, svechasi bor, lidaza, disreptaza, aza bilan tugaydigan svecha va ukollarimiz bular shu spaykalarni eritish uchun maxsus foydalanamiz. Ular vaginal qo'llashimiz mumkin, rektal qo'llashimiz mumkin yoki har xil fiziolecheniyalar bilan qorin bo'shlig'iga kirgizishimiz mumkin. Bular shu spaykalarni eritishiga yordam beradi. Albatta yallig'lanish bo'lmasligi kerak, shamollamasligingiz kerak. Spayka bo'lmasligi uchun sog'lom tana hech qachon bir-biriga yopishib qolmaydi. Tanani qayerdadir nimadir muammo bo'lsa, keyin ular bir-biriga yopishib qoladi va operatsiyadan keyin doimiy qorni og'rib yuradigan insonlar bular nimaga spayka kasalligiga duchor bo'lgan kasallar hisoblanadi.